o'ta ijodkorona mehnat kerak bo'ladi. Ko'rdingizmi? Bunga vtulka perezelka qilib, o'zimizni mashinani zapchasi tushadigan qilib beryapmiz. 1989-yilda ishlab chiqarilgan Mazda RX-7 avtomobiliga усиленный sportivniy amortizator qilib yig'ib beryapmiz. Chunki bu mashinaga BMW 3 litrli motor qo'yilgan. Sportkar hisoblanadimi? Sportkar. Amart Pro'da Mazda RX-7 avtomobiliga полный усиленный amortizator hadoylarni qilib berganmiz, chunki bularni hadoylarini topish, zapchastlarni topish muammo bo'lib qolgan. Yili juda eski mashina. Shunga qaramasdan Amart Pro jamoasi harakat qildik, perdelkalar qilib, katta motor qo'yilgan bunga BMW 3 litrli motormi? 3 litrli motorlar qo'yilgan, o'shaning hisobiga shunga tezligiga yarasha bu sportkar hisoblanadi. O'shanga hamma hadoylarni usilinik qilib yig'ib berdik va mashinani haydab ko'rdik aka, to'g'rimi? To'g'ri. Qanaqa taassurotlar bo'ldi sizda aka? Amart Pro'ga kelib murojaat qilishimdan oldin 20 ta mana shunaqa tuning atelye yoki hadoy qiladigan avto servis sohasida ishlayotgan 20 ta atelyega murojaat qildim. Ular qisman qilib beraman deb aytishdi. Men aytdim, to'liq fulloviy bitta odam qilib bersin shu narsani, chunki buni zapchaslarini zakaz qilish qiyin, o'ta ijodkorona mehnat kerak bo'ladi. Shuning uchun Amart Pro jamoasi shu narsani qilib beramiz deb aytishdi. Молодцы, men haydab ko'rganimdan keyin просто hayron qoldim. Zavodskoy xarakteristikasidan kuchaytirib berishdi. Men shunga besh ketdim. Не только amortizator, hadoy shassini ham o'zligisi yengilliklar kiritib, to'g'irlab, вообще молодцы. Zavod holatidan yaxshi qilib berishdi. Sizga yoqdimi? Yo'q, yoqsa ham gapi вообще молодцы, gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Amart Pro'ni kuzatishda davom etdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Qora qilib bo'lingan